Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube ahli, bizni ko'ruvchi aka-ukalar, opa-singillar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun 2025-yil 10-noyabr qilayotgan ishimizning narxi bilan tanishtirib o'taman. Onyx avtomobiliga, Onyx mashinasiga xullas Marg'ilonda joylashgan joyimiz. Bugungi kunda narxlar aytaman akalar. Har doim kuzatib boringlar. Qanaqa mashinangiz bor, kommentariyga yozib ketsangiz, o'sha mashinaga ham qanaqa plyonka, necha pul ketishini qo'yib boramiz akalar. Xo'p, qani ketdi akalar. Ko'p vaqtlarni olmayman. Krugovая tonirovka, Luda keramik degan plyonkamizni qilyapmiz. Qoraytirilgan aynan ustidan 100, oldiga 70, ya'ni yorilish o'tkazuvchanligi 15% bo'ladi. Standartdan o'tmaydi, lekin gaya akalarimiz muammo qilmayapti. Sababi ruxsatnomangiz bo'lsa bo'ldi. Xullas orqalari 0.3% da urganmiz. O'zini qoraytirilgan aynasi bilan 150 bo'lib ketgan. Xullas orqa muhim bahsda. Shunda ham yaxshi ko'rsatadi bemalol. Plyonkani qaranglar. Hozir ichkarida turibmiz. Attenga jigarrang aralash yo'dvoy. Plyonka juda sifatli, chiroyli plyonka. Qaranglar. Mana qanaqangi akkuratniy plyonka, rangi приятный. Xo'p, qoraytirilgan ligi qaranglar, juda zo'r. Xullas, narxi 1.200.000 so'm. Mana Mox firmadan bo'ladi akalar. Xo'p, kimdirlar skidka ketga qiladi, bilmaymiz. Bizda 1.200.000 so'm, ya'ni $100. Xo'p, Laboy sonzashniy plyonka Ultra Fitdan. Laboy o'zi 800.000 so'm, kaziroklari bonus. Xullas 2 million so'mga aylanyapti. 2025-yil 10-noyabr Marg'ilonda narx-navolar bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Akalar, patikka bosib besalang, nimani narx-navosi qiziq bo'lsa sizga aytsangiz, men narxlari bilan qayerdan, qanaqa hammasi sizga video qilib qo'yib beraman aka. Patikka bosish, like bosish esdan chiqmasin. YouTubedan tashqari Instagram xuddi shunaqa profilimiz bor. Unda kunda video qo'yamiz akalar, istoriya qo'yamiz. YouTubeda mana narxlari bilan akalar. Redline bu o'zimizning klientimiz.